xamirlari pechenyening ichlari sochli bo'lib chiqadigan fitchi retsept uchun bir like bosib, videoni oxirigacha ko'ring. Suv, tuz, tuxum chaqib, uni sariyog'ni aritib solib, o'rtacha qattiqlikda xamir etamiz. Xamirimiz damini olincha, bavi bilan gazimizni tozalab olamiz. Yodlaringizda bo'lsin, bavi kuri qaynab turgan 90 gradusdagi suvda reaksiyaga kirishadi. Hamma narsalarni oson, o'zlaringizni qiynamang, oqartirib olasizlar. Fitchimizni ijjonni tayyorlaymiz. Go'shtni, buyrak yog'ini cho'p beratib, piyozni siyqakdan chiqarib, ikkisini tuz bilan g'imjiymiz. Suv solib muzlatib ijjon zotamiz. Xamirlarimizni 80 grammdan zuvalalara bo'lib olib, yub qaraqatib yoyib, qalblarimizni yog'lab qo'yib olamiz. 2 qoshiqda machinkalarimizdan solib, pomidor, ajjibirch, bolgarskiylar bilan dimon-mazza bo'lgan fitchilarimizni ustini xamirini pichoq bilan naqsh berib 180 gradusda pishirib olamiz. Ushbu retsept bo'yicha bemalol zakaz pishirib sotsangiz bo'ladi. Kommentariyaga yana qaysi retseptni joylang, yozib keting.